Qon bosimi bilan bog'liq muammolar faqat yosh kattalarda bo'ladimi? Yo'q, yosh insonlarda ham qon bosimi bilan bo'lgan muammolar uchrab turishi mumkin. Stress, uyqusizlik, noto'g'ri ovqatlanish va kam harakat bunga sabab bo'la oladi. Agar bosh og'risa, qon bosimi oshgan bo'ladimi? Yo'q, lekin agar bosh aylanish yoki holsizlik bo'lsa, bosimni tekshirib ko'rish tavsiya etiladi. Qon bosimini o'lchashdan oldin tinch holatda o'tirish shartmi? Albatta shart. Agar odam yurib, shoshilib, hayajon bilan o'lchagan bo'lsa, natija aniq bo'lmasligi mumkin. Odam o'zini yaxshi his qilsa, bosimni o'lchamasa ham bo'ladimi? Bosim ba'zida bilinmasdan o'zgarib turishi mumkin. Shu sababli uni faqat yomon bo'lganda emas, haftada 2 marta nazorat qilib turish tavsiya etiladi. Qon bosimini qulay va aniq o'lchash uchun esa to'g'ri qurilma kerak. Qon bosimini aniq va qulay o'lchash uchun esa SSSafe kompaniyasining ovozli funksiyasiga ega elektron tonometr yordam beradi. Ushbu tonometr natijani aniq ko'rsatadi va xotira funksiyasi bilan bosimni kuzatishni osonlashtiradi. SSSafe tonometrlarini Uzum va Yandex Marketdan va shahringizdagi dorixonalardan xarid qilishingiz mumkin.